Nima uchun kim ekan? Onangga. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'ldi? Amakeyin ochiradilar. Nimaga o'chirat bilan? Tinchlik? Shu yerda o'g'li stressku. Bular sochini taqatmoqqa kelmiş. Qo'ymay turib to'yma. O'zi o'yma. Asalim ozgina tezroq harakat qilishimiz kerak edi. Ko'chada ochrat ko'payib ketdi. Hozir odam kelsa hammamizni o'ldiradi, tushundingizmi? Vo. Alo. Onangga. Hamsa, o'g'lim siz tarafga qarab qochyapti. Katman-patman bilan urib saqlang. Ada, amaki, nima qilay? Kasbim shunaqa. Bunga qarang-da. Nima qilayman o'zimni? Nima qilay? Qo'ying urmang. Buni o'ylantirasiz, keyin kallasi ochiladi hamsa. O'ylantiring buni. O'ylanasanmi? Nimaga? Ne o'qiyapti? Iloyim yaxshi bo'lsin. Ha. Rahmat sizga, rahmat. Men aytdim, o'ylantirsangiz quloqingiz tinchiydi dedim. Dadajon, men ketaman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlik? Onam uyiga ketaman. Ha, nimaga urdimi? Yo'q. So'kdimi? Yo'q. Nima qildi? Hech qilgani yo'q. 2 kundan beri makiyaj, prichoska. Sog' bo'lasizlar. Bitina to'xtang, hali yarmini bo'lganim yo'q-ku. Hamsa. Bachangizni kallasiga tepsa maylimi? Teping.